Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hozir bir suhbatga yetib qoldi. Hobbi haqida. Odamlar qimmat narsalarni va shunga o'xshagan narsalarni yig'ish haqida. Shunda bir bu mavzuga asos bo'lgan narsa, asos bo'lib chiqqan misol 2022-yilda Mercedes-Benz kompaniyasining 1950-yilda ishlab chiqarilgan 300 LSR modeli bo'ldi, sport car. 148 million dollarga sotilgan bu narsa. O'sha asos bo'ldi. Odam nima uchun buni sotib oladi? Bunga javob berildi. Odam maza qiladi deyilyapti. Odam maza qiladi, chalg'iydi, shunaqa narsa bilan tarixda yagona bo'ladi. Tarix sotib olganlar bo'ladi. Faqat o'sha o'zida bo'ladi, maza bo'ladi deyishdi. Yo'q, bu befoyda narsa, bu befoyda gap. Oddiy narsalarda ham bu hobbi nima o'zi? Hobbi bu tarixga qaralsa, uni kitob o'qigan bolalar yaxshi biladi, tarix bilgan odamlar salb yurishlar davrida yahudiylarni quvg'in qilingan. Hamma joydan surib chiqarilgan, oxiri bular Usmonlidan qo'nim topgan. Usmonli imperiyasidan. Buni hamma yaxshi biladi. Shunda bular monopoliya qilgan. Qimmatbaho narsalarni, mo'tabar narsalarni, o'sha xalqqa e'zozli narsalarni yig'ish bo'yicha qancha bo'lsa sotib olingan va o'zlarining boyonlarning ichida ham, o'sha pul egalarining ichida ham o'sha narsalar orqali oldi berdi qilingan. Buni keyinchalik nomi hobbi deyilgan. Va bu narsa ijtimoiy maqomni belgilab beradigan narsa holatiga chiqqan. Bu tilladan kuchliroq narsa, kuchliroq tizim bu. Ham soliqdan qachish, ham poraxo'rlikni bekitish, ham katta pulni oldi berdi qilishda aniq yo'nalish va imij sotib olish, yuqori sinf vakilligini olish. Bu hamma tizimda, hamma jamiyatda o'z o'rnida ishlagan, qadimdan bo'lgan va keyinchalik bu Yevropada kuchayib ketgan. Yevropada qanaqa kuchaydi bu narsa? Xuddi hozir aytib o'tganimda yahudiylar bu narsani kuchaytirgan. Endi bu O'zbekiston tizimida ham, O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo tizimida ham bo'lgan. Bu faqat yahudiylarsiz kuchaygan Markaziy Osiyo tizimida. Boyonlar, suv egalari, bog' egalari, yer egalarida bo'lgan. Masalan, Buxoro ot eshagi bo'lgan, oq ot eshagi, hang eshagi bo'lgan, oddiy kambag'al, oddiy qutur eshagi bo'lgan. Shu bilan jamiyat cho'pon tizimida, salla tizimida, sallani matos tizimida farqlanib borgan, qilishda farqlanib borgan. Keyin bu narsalar nomi hobbi deb aylanish boshladi. Kabutarlar, masalan, qimmat. U qanaqa holatda monopoliya tizimidan oldi, poraxo'rlik tizimini qanaqa qaratiladi. Bir kishi pora olyapti. Bu birinchi ishlangan usul, bu birinchi holatda ishlangan usul. Bir kishi pora olyapti-da, naqd pulda olmayapti. Boryapti-da, mana shu shalqi bering, mana 50 ming dollarlik kaptarimni, 40 ming dollarlik etimni, 100 ming dollarlik etimni beraman. Mana buni qiziqishim, menga sovg'a. Shunaqa tizimda ishlagan va u ijtimoiy maqom belgilab berish tizimiga o'tgan. U akamlarning 40 ming dollarlik otlari bor, va shu dahshat. U haqiqatda zotdorot, lekin u qiymatga arzimaydi. Hozirgi mashina ham masalan 148 million dollarga o'zi agar insoniy fikr bilan olib qaralsa, u arzimaydi. Faqat u ijtimoiy maqomni sotib oladi xolos. Ijtimoiy maqomni sotib oladi. Siyosiy tuzumga ega bo'ladi. Avtoritarizm degan narsa paydo bo'ladi bu yerda. Hozir Yevropada bu narsani qizig'i yo'q, chunki Yevropada kapitalizm eng yuqori cho'qqisiga, imperializmga qadam bosgan Yevropa. Endi Markaziy Osiyo tizimi endi bu kapitalizmga kiryapti. Endi qanaqasiga kiryapti? Hozir Markaziy Osiyo bozorlariga, holatlariga qarasangiz, internet sarf hisob qilsangiz, qimmatbaho soatlarga reklama qilishyapti. Rolex, Cartier, Martier, shunga o'xshagan Frank Muller. Yevropaning bozorida bunaqa narsani ko'rmaysiz hozir. Unga qizig'i yo'q, Yevropaning ijtimoiy hayotida u umuman qizig'i yo'q odamlarda.
oddiy sinf, yuqori sinf odamlarda ham umuman qiziq yo'q. U bo'limdan o'tib ketib bo'lgan u sinfdan. Bizda u narsa kuchayib ketdi. Biz hech qachon qadimda ham o'tib keta olmaganmiz bu narsani, bu tizimni hozir ham o'tib keta olmaymiz. Sabab qadimda ham o'tib keta olmasligimiz, hozir ham o'tib keta olmasligimiz sababi biz boshqa muhit odamlarimiz. Shunga berib taqaladi holat. Boshqa mentalitet, boshqa fikr, boshqa vaspitaniya, ruscha qilib aytganda, rus tilini yomon ko'raman, vaspitaniya holatdan kelib chiqqanda umuman boshqa tizimga ega odamlarmiz, boshqa dunyo qarashga, Yevropa boshqa dunyo qarashga ega odamlar. Shu sababdan bu hobbi degan narsa bo'lmagan narsa. Bu hozir aytib o'tganimda ijtimoiy maqom, iqtisodiy maqom, iqtisodiy monopoliya, pul yashirish, monopoliya qilish, pul aylanish, pul yuvish operatsiyalarida juda keng qo'llangan bu narsa. Hozir ham qo'llaniladi. Barcha siyosiy tuzumda qo'llaniladi. Barcha siyosiy institutlarda bu avj olgan va oddiy odamlar ichida ham bu narsa avj olgan. Oddiy odamlar masalan 50 ming, 100 minglik o'shalardan ko'chirma bo'lgan xolos, masalan kabutarlar, masalan dehqonbog' qo'shningizga chiqib qarasangiz 100 ming so'mlik kaptarlari bor, buniki 5 ming so'mlik kaptar, u zotdor, chiroyliroq, pati tozaroq deydi. U qizig'i yo'q narsa o'zi aslida. Inson bu bilan o'zini aldaydi. Inson tabaqalanish bor edi. Asli bu narsalar yolg'on. Bu narsaga qiziqmaslik kerak hech qachon. Masalan, kiyim, mana Toshkentda bir kun ko'rib qoldik. Internetda palon brendda palon kiyimi 45 million, 80 million, 100 million. Bu ijtimoiy tabaqalanish degani. Odamlar o'rtasida ijtimoiy tabaqalanib boradi. Bu narsa hozir bizda juda avj oldi. Bundan beri kuchayib boradi bu narsa. Odamlar tabaqalanish boradi. Boyon tizimi, past tizim, o'rta sinf vakillari, shunaqa bu ochiqchasiga bu boradi. Chunki bu kapitalizmning qoidasi. Bizda odamlar hozir puli uchun hamma narsa qilyapti. Pul, faqat pul. Instagramimda ko'rsangiz, internet o'zi sarhisob qilsangiz, ko'chaga chiqib ham bunda dunyo qarashingiz bilan o'zingiz ko'zingiz bilan sarhisob qilsangiz, faqat pul bo'lib qoldi. Pul uchun hamma narsaga tayyor. Ayniqsa Z avlod. Blogerlarni qaraysiz, hamma tuzumni qarab chiqsangiz, shu ahvolda bo'ladi jamiyat. Qizig'i yo'q. Pul uchun hamma narsa, katta kichik pul uchun bo'lib qolgan. Shu ijtimoiy tabaqalanish degani. Bu aslida hobbi shundan kelib chiqib aytiladi, yo'q narsa, befoyda narsa. Men qiziqishim, men taskin topaman, unaqa narsa, bunaqa narsa degan narsa u befoyda bo'ladi xolos. Bunga ishonmaslik kerak. Bu narsani hozir bu yoshlarimiz miyasiga ketyapti, masalan, palon millionlik avtoritar holatda ko'ryapti-da odam. Masalan, bitta odamni ko'radi-da, palon mashinasi bor, Gentrasi bor, yo bo'lmasam Zikkari bor, yo bo'lmasam Li9 bor, yo bo'lmasam boshqacha mashinasi bor, qo'lda Rolex bor, yo bo'lmasam Frank Muller bor, qo'ldagi ustida kiyitili palon brendniki Loro Piano'ni kopiyasi, o'zi tabaqalanish bor edi. Bu qo'pol qilib aytganda insonlikdan chiqish, insonlik ramkasini unutish, nafsiga qul burish degani. Nafs uchun hamma narsaga tayyor degani. Asli bu yolg'on narsa. Bu narsaga ishonmaslik kerak. Bu befoyda narsa. Bu narsaga umuman jamiyatga o'rin yo'q, qo'ymaslik kerak. Hozir suhbatda shunaqa gap bo'ldi, menga shunaqa sabab ko'rsatishdi. Endi men shunga qiziqib, agar oshnalarimizga yaxshi yomon gaplarimiz bo'lgan bo'lsa uzr, balki adashayotgandirmiz, bu o'zimizning fikrimiz. Gapimiz yetib boradi degan maqsadda, kimgadir foydali bo'ladi degan maqsadda shu videoni tayyorladik. Yoqmagan bo'lsa uzr.